Kelinglar ham. Kulinglar. Qarabosdan ham bilim. Keladi. Qo'l qitsa, pul keladi. Ha, prям dumkada o'tirganlar. O'zbekistondagi qanaqa noodatiy irim-sirimlarni bilasiz? Rimsirimli. Noodatiyligi bilmadim, eshitganlarimdan o'sha supurgini tikka qo'ymaslik, baxtsizlik deydi adashmasam, yana duo qilayotgan Anaqa qilmaslik bor. Kechqurun svistok chalmaslik, hushtak chalmaslik deydi. yana duo qilayotgan vaqti pichoq o'tirmasin deganini eshitganman, o'sha ham g'alati. Bu rimsirimlarga ishonmaslik kerak va bir Oldimizdan qora mushuk o'tib ketsa, shu kunimiz yomon o'tishi haqidagi irim-sirimlarni bilamiz. qarabosdan ham bilim. Anday ustol bor, ustol meshinda o'tirib qolsa, bir qiz o'tirib qolsa, stol tumshug'i chiqib qolib ketadi degan so'z. Irim-sirim. Masalan, uyga taqqos qo'yishadi-ku. Shular bor. Mashinaga ketsa, suv sachvoradi. Qo'l qitsa, pul keladi o'shandan. Keyin oldingdan mushuk o'tib ketsa yomon bo'ladi. Mushuk o'tib ketdimi yo'qmi oxirgi paytda? Yo'q, o'tmadi. Pichoqni duoda kesadi deydi. Ha, dasturxon ustiga qo'yib. Ha, prям dumkada o'tirganlar. Supurgini ustidan qatlamaslik kerak, qo'ymaslik kerak. Mana shunaqa irim-sirimlarni eshitganman. Yo'q, men yaxshilikka qaratilgan irim-sirim emas-ku, yaxshilikka qaratilgan bir urf-odatlarni yoki yaxshilikka qaratilgan, xayrli ishlarga qaratilgan mana hozir Navro'z masalasi yoki ayrim o'zimizdan milliy tadbirlarda ko'rsatilayotgan mana beshik soldi yoki kelin salom deylik. Mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman, shunga ishonaman yaxshilik olib kelishiga. Mashinaga ketsa, suv sachvoradi. O'shani bilaman. Kinolarda ko'rganman. Qora mushuk, zirqana orqaga yurishni bilaman. Mashina o'tib ketadi.